Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Mana bugun bizlar yana o'zimizni arzorimizdamiz. Bugungi videoda ari kanasiga qarshi kurashda nos usulidan foydalanish mavzusini bizlar tema qilib oldik. Temamizning bugungi mavzu shu ari oilasini nos orqali kanadan, ya'ni klyosh deydi, ruschasiga klyoshdan himoyalash usulini ko'rsatib beramiz. Bu usulni aytishdan oldin kanaga qarshi kurashni ko'pgina usullari mavjud. Kanaga qarshi kurashning ko'pgina usullari mavjud bo'lib, har xil medikamentlar, preparatlar, ya'ni asalarichilikda ishlatiladigan kanaga qarshi har xil preparatlardan foydalanish mumkin. Bunda o'sha muraviniy kislota, bipin va hokazo hammasining ham samarasi o'ziga yarasha. Hech biri kam emas, ko'p emas. Lekin hech bir preparat yoki vosita hali bugungacha isbotlanmadi 100% kanani yo'qotishiga. Liboy preparat ham kanani ko'pi bilan 80-90% ga vaqtinchalikka yo'q qilishi mumkin. Demakki, doimiy kurashda bo'lishimiz kerak bo'ladi ari kanasiga qarshi. Bilamizki, bahorda ari kanasi issiq qo'ygandan keyin, atrof muhitda ozgina qizgandan keyin, kechalari salqin bo'lgandan keyin ari kanasi rivojlanadi. Ya'ni daraxtlar gullaydi va harakat sezilarli darajada oshganligi munosabati bilan ko'chadan yana kana kelishi davom etadi. Endi aynan nimaga nos? Boshqa narsa emas deganda aytishim mumkin. Men odatdan oddiygina nosdan foydalanaman. Buni sababi bor. Nosdan foydalanishimdan. Nos bu men uchun topilishi mumkin bo'lgan, tayyorlangan, tayyor narsa hisoblangani uchun boshqa giyoh o'tlardan foydalanmayman. Misol uchun xrendan foydalanishadi va boshqa giyohlardan, har xil usullarda kimlardir o'sha achchiq burchdan foydalanadi. Achchiq burchdan men ham foydalanaman. U oshqozonini, o'sha arini oshqozonini tozalash uchun, o'sha yerdagi mikroblarni o'ldirish uchun yaxshi natija beradi. Chesnok. Bular haqida video tayyorlaymiz. Bugungi mavzumiz faqat nos bo'lganligi uchun nos haqida ko'proq to'xtalib o'tib, boshqa mavzularimizda qolgan usullar haqida ham aytishimiz mumkin. Endi nos bo'yicha ancha sporlar bor. Ko'p ham qo'shilavermaydi nos usuliga, chunki nosda hidli, ko'p odamga ham nosi yoqmaganligi uchun nosdan foydalanmaydi va yaxshi fikr bildirmaydi. Lekin men o'shalarga savol berdim. Nimaga nosdan foydalanmaysiz? Mana Telegramda ham shu bo'yicha pretenziya bildirishganda aytgandim. Javob berisha olmaydi. Xren yaxshi, boshqa yaxshi. Xren ham yaxshi, hammasi yaxshi. Lekin xrenni ham tayyorlaysiz, u ham o't-ku. Nos ham xuddi shunaqa. U o'tdan bo'ladi. U ximik обработанный narsa emas nos. Nos bu tabiiy usulda o'tni olib, tuyib, ishlov berib, keyin o'sha nos holatiga keltirishadi va o'sha endi bizga o'xshaganlar nosni chekadi. Nosni o'zi foyda bermaydi, nosni ari yemaydi. Nosni o'sha asaliga qo'ymaymiz, hech narsa qilmaymiz. Nos faqat hidi bilan kurashadi. Hidi orqali kurashib, bizga o'sha klyoshni yo'qotib beradi. Preparatlar nima qiladi? Preparatlar ham xuddi shunaqa, hidi bilan kurashadi. Hech biri hali pryamoy, men o'sha anaqalar bo'yicha ozgina o'rganganimda, pryamoy klyoshni o'zi iste'mol qilib yo'q bo'ladigan darajadagi, ya'ni o'sha sichqon dorisini yegandan keyin o'ladi. Unaqa ta'sir qilmaydi. Liboy video anaqalarni yoki kitoblarni ochib ko'rsangiz, klyoshga qarshi asosan o'sha 99% da kurash, klyosh lichniy kurashi hididan yoki o'sha bemazaligidan qochib ketadi klyosh.
Mana nosni nimaga nosdan foydalanishimni menimcha tushuntira oldim deb o'ylayman. Nos bu o'sha gipki bo'lgani uchun men topilishi oson, unga qo'shimcha ishlov bermayman. Tayyor narsa bo'lgani uchun ham arzon. O'shaning uchun ham men nos ishlataman. Topilishi ham oson, ishlatish ham oson. Men uni ko'chadan o't terib yurmayman. Uni tugib, qaytadan ishlov bermayman. O'sha xren qidirib, boshqa qilib topsa bo'ladigan narsalar. Xren bilan buni ta'siri hech qanaqa bir-biridan razniца qilmaydi, отличияsi yo'q. Xrenni endi qarang, xren yaxshi deydi. Xo'p, yaxshi ekan. Nosning nimasi yomon degan savol tug'iladi. Bu bo'yicha hech kim javob bera olmaydi. Aynan savol berdim. Nos yomon deding mana, yomon dedingiz aka dedim. Qani nima afzal yomon tomoni bor ko'rsatib bera olasizmi desam, u asosli sabab ko'rsatmadi. To'g'ri, har kim savol bergandan keyin o'zini oqlashga harakat qiladi. O'zini oqladi, o'zi bilganicha, lekin u asos bo'la olmaydi-da. Kimdir bu usuldan foydalanadi, kimdir boshqa usuldan. Buni yomon tomoni yo'q. Xren yaxshidir, xren zo'r, boshqasi ham zo'r, hammasi zo'r. Eng yomon usul bu bo'lsa ham, lekin effekt beryapti, bugungi kunda o'zini oqlayapti. Pastkamda mana arizorimda hech qanaqa yomon holat kuzatilmadi. Naborot foydamga ishlayapti nos. Mana bu yil qishdan chiqdim. Kichkina 3-4 ramlik atvodkalar bilan chiqqan mana oilalar bor bu yerda. Ari o'lishi bo'lmadi, oila qirilib ketishi bo'lmadi. Agar nos ziyon bo'lganda, o'tgan yil berilgan noslar tufayli arilarim yo'qolib, o'lib, yo'q bo'lib ketish kerak edi. Demakki, ariga buni ziyoni tegmagan ekan, foydalanishda davom etamiz. Savol tug'ilishi mumkin. Yashikning nimaga ustilari ochiq, yomg'ir o'tmaydimi deb. Yomg'ir o'tmaydi chunki mana bunaqa narsa ishlataman. Usti ochiq bo'lsa bo'laversin, shamol yelib turadi, ventilyatsiya bo'lib turadi. Juda ham himoyalanmaganman. Kimdir xohlasa himoyalanishi mumkin. Menda unaqa emas. Mana shu oilaga hozir nos beramiz. Shu bo'yicha davom etamiz. Qanaqa beriladi, berilish tartibi va o'tgan safargi videoda bizlar oilani tinch yo'l bilan almashtirish haqida gap ketganda kichkinagina izoh beraman. Bu usulda ko'p masshtabni, ya'ni seriyni производство qilish, matka ishlab chiqarish bu imkonsiz. Kichik paskalar uchun mo'ljallangan u video. Lekin sifatli, ishonchli matka olish, kam xarj bilan iqtisodiy effektivniroq hisoblanadi, lekin bunaqa ko'p matka olishning imkoni yo'q. Bu yerda ikkita oila bor, ikkita atvodka bor desam to'g'riroq bo'ladi. Hozir ochib qolganda davom ettiramiz. Mana atvodkamiz. Bu 4 ta ramda o'tirgan ekan. Kichkina oila, o'tgan yil bo'lingan. Bahordan shu o'zi ozgina arisi bilan chiqdi. Bu atvodka olinganning sababi bu yerda tixaya smena qilish uchun boshqa oilada matka cho'zdirgandim. Shuni hisobiga bo'lib olgan oilalarimdan biri bu. Ya'ni ham tekin tushgan, ham tabiiy ravishda matkasi bo'la turib, matka tortgan, matka almashtirish uchun harakat qilishni boshlagan uchun men ona ari olib olganman, sifatli, pretenziyam yo'q. Endi buni hozir ramlarini ochaman va nos berishni boshlayman. Mana noslar yotibdi. O'tgan safargi bir hafta oldingi rovna 7 kun bo'lgan mana shu noslarga tashalganiga. Hech narsa bo'lgani yo'q, o'lib qolmadi, boshqa bo'lmadi. Nos ham bu bir o't. Faqat o'sha qayta ishlov berilgan o'tni nos ko'rinishi. Buni artib olaman hozir. O'tgan safar videom katta bo'lib ketdi, hali ham joylay olmayapman. 2 gigabayt bo'lib ketgan ekan, UHD formatda bo'lgani uchun endi uni hajmini kichiktirishim kerak ekan. Shu sababli hozir videoni qisqa qilishga harakat qilaman. Hali videolar bo'yicha men katta bilimga ega emasman. Tagini artib oldim. Hozir nos berishni boshlayman. Endi qarang. Mana shu nos paketim. O'zim ham nos chekkanim uchun yashirmayman, nos chekaman. Shunga solish tartibini qulaysiz bo'lyapti bitta o'zimga.
qulayli syomka qilish uchun nosni mana solib olaman. Mana ko'rishingiz mumkin. Ko'p emas. Qancha bo'lishi mumkin shu. Bu xudi kerak menga, o'zi emas. Mana ikkita qilaman, bu yerga bir, bu yerga bir. Hozir tashab bo'lib, keyin yana syomkani davom ettiraman. Mana nos tushdi. Xudi orqali kurashadi bu. Keyin berganda nimasiga berish kerak? Rasplotli, ya'ni tuxumli romkalarning orasiga beriladi. Bu kichkina oila bo'lgani uchun bunda ikkita bo'lishi mumkin yo uchta bo'lishi mumkin. Qaramadim. Bilaman, shu mana ko'rinyapti, bu yerda urug' bor. Urug'li, mana shu urug'li romkalarning tagiga beriladi. Urug'siz romkalarga shart emas. Urug'li romkalarga bersangiz, hidi orqali o'sha tuxum qo'yishiga yo'l bermaydi, plyojni. Kana tuxumlay olmaydi. Tuxumlay olmaganligi va oiladan qochganligi sababli shu kana kamayadi oilada. Ya'ni yo'q bo'ladi. O'ladi, kana o'ladi yoki qochadi, men buni aniq bilmayman, mikroskopim yo'q. Kanani qochadi deyishgan, odatda qochadi kana. O'ladi ham, qochadi ham. Lekin o'sha erkak urug'ga yoki rasplotga boshqa urug'larga o'tirib tuxum qo'ya olmaydi. Boniq. Bu kichkina oila bo'lgani uchun mana shuni o'zi yetadi. Ikkita joyda mana biz gap bilan aytganda ikki otim nos. Mana hidli nos. Ko'rib chiqdim ramkalarni, ikkita ramkada rasplot bor. Bu atvotka bo'lgani uchun kichkina, bunga yetadi shuni o'zi. Mana endi bu yon tomonidagi oilaga o'tdik. Bunga o'sha men bu yil shakar qiyomi bermadim. Bahorda bergan kandim. Nimada? Fevral oyida, bahorda debman, uzr. Ishi atvotka bo'lganligi uchun bularga shakar bermadim, chunki bundan ma'no yo'q. Bularga shakar bergan bilan bu kuchayib ketib, orasi bir 2 gram bo'linganda ham shu 2 gram bilan bo'linadi bularda. Men bunaqa 4 gram, 3 gram qilib bo'lmayman, 1 gram, 2 gram bo'ldi. Bir qism arisi bo'ladi. Sekin-sekin o'zi kattalashadi. Bu endi bu yil ishlab beradi-da bu. O'tgan yil olingan atvotka faqat rivojlanishga kelib vaqti bo'ladi. Shu rivojlanish davrida men ularga qo'shimcha xarajat, qo'shimcha nima bermayman. Endi buni berganimdan maqsad fevral oyida xotirjamlik uchun berganman. Arisi oz bo'lganligi uchun o'sha harakatlanib sovuqda 3 gramda chiqdi arada qishdan 2 gram qo'shildi, mana kengaytirildi. Hozir ichini endi ochgandan keyin bilamiz. Mana noslar yotibdi. Buni har safar olib tashiyman, demak shira kelayotgandan dalolat, yizik tortyapti. Zich qo'ygandan keyin o'sha tilchalarni tortib tashagan. Olib tashiyman uni. Nechta ramka? 1, 2, 3, 5 ta ekan. Bu atvotka mana 5 taga chiqdi. Ikkita romka bilan atvotka qilingan. Men qo'shimcha yordam bermayman. Shira boshqa qilmayman. Qanday berdim? Fevral oyida boshida. Bu страховка uchun qilindi. Ozgina 200 grammi, 300 grammi. Nosini artaman va yana bu oilaga ham nos beraman. Nos berishdan oldin nechta ramkada rasplot borligini ko'rib, keyin shunga qarab nos beraman. Mana artib oldim tagini. Endi nos berishni boshlayman. Hozir yana ko'rsataman. Nos qanday solinadi? Siz imkoni bo'lsa siyamoqchiman. Ko'rsataman, harakat qilaman, ko'rsatishga. Ko'rinadi yo'qmi bilmayman. Nos mana olinadi. Solinadi. Kameraga yopishadi.
nos. Hajmi shuncha miqdorda. Mana sepishim usuli. Hoppa. Chetga ketib qoldi. Uzunlik. Mana. Prosta qulay bo'lmadi bu kamerada solish. Xuddi shu holatda solib chiqaman. Mana soldim. Ko'rinyaptimi? Odatda og'ziga solmayman nosni. Faqat orqa tomonlariga solishga harakat qilaman, chunki ari kirib chiqadi. O'lishi ko'payishi mumkin, shuning uchun solmayman. Mana ona ari yuribdi. Metka qilganman o'zim. O'sha tixaya smena usulida olingan ona ari bu. Hech qanaqa kecha u tixaya smena paytda bo'linganda bitta ona ari chiquvdi, ko'rgan bo'lsangiz. Shunga o'xshagan mana. Hammasi bitta onadan chiqqan arilar. Bu уже 4-ramkaga raspechatga qilyapti. Mana bo'ldi, nosladik. Mana qutini tagini artib qo'ydim. Eski nasl noslarini. Men atvotka misolida ko'rsatdim. Katta oilalar, kattaroq oilalarda bu ko'proq vaqt olganligi uchun kichkina oilada mana shu ikkita kichkina oila, ya'ni atvotkada ko'rsatib berdim. Kattadan xuddi shunaqa bo'ladi. Buni farqi har bir mana bunda 4 ta rasplot. Bu yerga berdim, bitta berdim, bu yerga berdim, bo'ldi. 4 tasiga ham yetdi shu. Agar ko'proq bo'lsa, shu rasplotlar masalan mana 1 bilan 2 ning orasiga bu yerga nos, bu yerga nos, bu yerga bu yoqda ham rom bo'lsa, o'sha ikkita mana rasplot joylashgan-ku, shuni orasiga to'g'rilasangiz, bu tomonga ham hid beradi. Keyin bu yerga bersangiz, yana bu yoqqa bun bilan bunga bergan paytingizda o'zi hidi yetarli darajada bo'ladi. Bunda rasplot yo'q. Men faqat hozir shu yerga to'g'riladim, boya ko'rdingizlar. O'zi yetarli bo'ldi. Nosni endi berish usuli qanaqa? Men bu oxirgi berishim. Endi boshqa bermayman. 2-3 oydan keyin beraman. Har kvartalda, har o'sha bahorda bir, yozda bir, 200 boshlanishidan oldin bir beraman, keyin bipin beraman. Eng oxirda rasplot o'sha urug'lar tugagandan keyin shu bilan bo'ldi. Kanaga boshqacha usul bilan kurashmayapman. Shakar ham qiyoman berib, boshqa qilib, kuzda ishlar ko'payadi-ku, shu paytda nosni ham berib boraman. Одновременно. Nosni berish tartibi. O'sha mana bir kurs lecheniyasi, agar kurs lecheniya deydigan bo'lsak, men buni 3 hafta oldin boshlaganman. 3 hafta oldin nos berishni boshladim. Har haftada bir marta 7 kundan berdim va bu 3-haftasi. 3 haftada mana уже bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Ortiqcha xalak bo'lishning hojati yo'q. Shu orqali kurashib kelyapman. Brodi arilarimda kana ko'rinmayapti. Mana endi bu kanani o'zi kameraga ko'rsatish ham bir qiziq ish. Buning uchun men axtarib o'tirishim kerak. Kana yo'q menda. Общий massa arilarni ko'rsatganda ko'rish mumkin. 3-hafta mana yo bir invalid ari yo'q, yo bir qanoti kesigi yo'q. Ya'ni kanani alomatlari kuzatiladigan holatlar menda bo'lmaganligi uchun men ishonch bilan ayta olaman, menda kana bo'yicha muammom yo'q. Shu nos bilan kurashib kelyapman. Qo'limdan kelgan ma'lumotni berdim. Yana bir bor aytaman, xiren ham yomon emas, boshqa usullar ham yomon emas. Har bir usulning o'ziga yaxshi tomonlari bor. Hammani hurmat qilaman fikrini va to'g'ri deb bilaman. Kim qanaqa usulda kurashyapti, kimdir lenta osyapti, to'g'ri. Lekin qarang, yaxshi va yomon tomoni bor. Qandini olishyapti oxirgi astotkalari. Endi chiyazorda turgandi bu, shuning uchun men shakar ham bermaganman. Soyaga o'tib olaman. Xullas, hozir hammasiga nos berib chiqaman. Ko'p vaqt olganligi uchun videomni qisqa qilmoqchi edim. Shuning uchun hammasini ko'rsatish imkoniyati yo'q. Xullas, shu usul bilan kurashib kelyapman. Nos usuli bilan. Menga bu meni podvayt qilmadi. Foydasi tegyapti. Agar nos bilan kurashganimda zarari tegganda, men bu usulni to'xtatgan bo'lardim. O'zi ko'rinib qolar edi. Ari o'lardi, yo boshqa bo'lar edi, yoki o'sha urug' qo'yish kamayar edi, yo matka ishdan chiqar edi. Unaqa holat kuzatilmadi. Naborot preparatlarda matka ishdan chiqadi degan joylari ham bor.
Xo'p, yo panos bo'lmadi, yo boshqa bo'lmadi. Mana ko'ryapsizlar. O'z bodiga, hattoki mana shu kichkinagina atvodkalar ham nosni ko'tara olyapti. Katta oila tim bo'li ko'taradi. Ular artib ham tashlaydi nosni. Bular arta olmaydi. Bular nosni faqat tagida yotadi, kirish chiqish joyini artishadi. Shu kirish chiqish joyiga nos solmayman. Ari bezovta bo'lmasin deb. Ari endi u bir ikkita ari misol uchun mana chetda qopti. Bo'lishi mumkin. U ari nosni yeb qo'yadi. Yengi sepilganda bo'lishi mumkin. 3-4 ta ari o'lishi mumkin. Lekin massa unaqa bo'lmaydi. Shu bilan bugungi videomni tugataman. Savol-javoblar bo'lsa bemalol kommentlarga yozsangiz bo'ladi. Men qo'limdan kelgan usulni aytdim. Boshqa usullar bo'yicha ham xabardor qilib borishga harakat qilaman. Izlanib, o'rganib, hech bir usul yomon deya olmayman. Hammasini o'ziga yarasha yaxshi yomon tomoni bor. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.